Kambag'al bo'yoqchi oilasida tug'ilgan Anvar 3 yoshida otasidan, 7 yoshida onasidan ayrilib, opasining qo'lida qoladi. Opasining sa'y-harakatlari bilan u Solih Maxdum maktabida o'qiydi. Oiladagi yetishmovchiliklar sabab Anvar 12 yoshida Maxdum xonadoniga farzandlikka beriladi. O'tkir zehni, tug'ma iste'dodi sabab Anvar Xon saroyidagi eng yuqori lavozimlardan biri mirzoboshilik darajasiga ko'tariladi. U ustozi Solih Maxdumning qizi Ra'noni sevadi. Hech bir madrasada o'qimay mirzaboshi bo'lgan kambag'al Anvarni ko'ra olmagan Mulla Abdurahmon kabi kimsalar Ra'no tarafini xonga yetkazadilar va xon qizga uylanish maqsadida Maxdumga odam yuboradi. Anvar va Ra'no o'z muhabbatlarini himoya qilish maqsadida ota uydan qochishga majbur bo'ladilar. Xon Anvarning qochishida do'sti Sultonali ayblab hibsga oladi va o'limga hukm etadi. Bu kech masjid hujrasi yana obod, yana shamni tokchaga qo'ndirib, ochiq tanchaga pista ko'mir solib, mayus bir-biriga yonma-yon o'ltirguvchi ikki mufti qo'llarini olovga tovlar edilar. Hujraning to'rdagi tokchasiga 5-6 dona qalin muqovali kitoblar terilgan. Ularning varaq taxida Sharhi Mullo Jomi Aqoidi, Ma'alvoshi Hikmatul Ayn, Al-Viqoi, Siyari Sharif kabi so'zlar yozilgan edi. Kun botish tokchaga devori gul ravishda tushirilgan duo yoki shuning kabi muqaddas kalimalar yozilg'it bir qog'oz yopishtirilgan. Sirlar bilan turlangan qoziqlarning biriga beva xotinning dekchasidek bir salla ilingan edi. Shahodat mufti kasavini olib cho'g'ini titdi va keng ko'kragini shishirib nafas oldi. Ajab bedavo dardda. Kalonshoh Mirzo boshini irg'atib qo'ydi. Suyangan yorim sen bo'lsang ko'rgan kunim ne bo'lg'ay deb davom etdi mufti. Ululamir qadrshunos bo'lgandan so'ng qiyin ekan. Shu oqpadarning qo'li ostida ishlagandan devonni tashlab ketmoq behroq. Sabr qiling, domla, sabr. Innallohi massabran. Albatta va lekin Sulton Alidek bema'niga bosh ekkandan har ro'z 10 tayoq yegan yaxshi. Xuftaning o'qiganidan so'ng tahorat yangilab turguvchi Mulla Abdurahmon hujra eshigida ko'rindi. Kichkina Xovoncha boshidagi oq tepchima to'pi va qora uzun soqoli uni hindlarning savdogari qiyofatiga qo'ygan edi. Mulla Abdurahmon ichkari kirib qoziqdagi sallani oq to'pi ustidan kiydi. Men janoblarni so'zlari bilan uyga ovqat buyurmadima? Lozim emas, biz uydan ovqatlanib kelganmiz. Mulla Abdurahmon tancha yoniga kelib o'ltirdi va yer ostidan Shahodat muftiga qarab